ChatGPT, men Yandex qilaman. Qanchada boyib ketsam bo'ladi. Buni iloji yo'q. Yandexda hech qachon ko'karmaysiz. Ye, onangni ham ChatGPT ham charchaganmi nima bola? Mana vizib tushdi. Daga ish bor. Uf, ishga kech qolib ketdim. Yandexim 15 minut ko'rsatib yotibdi. Kutmayman bunaqada. Aka, taksimisiz Yunusobodga? O'lsa Yandex bo'lmay, отказ qilaman. Zakaz отменен. Ye, onangni ham qizi, eshigini tagiga kelganimda отказ qilib yubordimi? Alo, opa? Eshigingiz tagiga yetib kelganimdan keyin boshqa mashina ichib ketib yubordingizmi? 15 minut kutmayman-ku, siz ungacha ishda bo'laman men. 7,5 kilometrdan kelyapman men ham. Eplasangiz ishlaydi, aka, bitta atmen bilan o'lib qolmaysiz. Bo'ldi, bitta atmen bo'lsa atmenda. Bo'ldi, kechga ko'rishamiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum salom. Labbay aka. Hozir taksiga o'tirib ketgan qiz tanimaysizmi mabodo? Shahnozni taniyman, qo'shnimmi? Ishga ketdi shoshilib. Qayda ishlashni bilmaysizmi aka? Ana minordagi barbekyu burgerda ishlaydi aka. Nima masala? Yo'q aka, bo'ldi, rahmat. Big'illataman, qarab tursin. Allo, barbekyu burger eshitadi? Ha, bizga singlim 80 ta barbekyu burger qilib bersangiz, sergo'sh qilib, qudalar kelib qoladi uyga. Puldan muammo yo'q. Chot kelib dastavka qilib bering, aytgan pulingizni beraman. 80 ta? Bo'ldi, aka, dastavka qilib beramiz. Xo'p, qizlar katta zakaz tushdi. 4 ta berib yuboring sousi bilan. Hop. Alo. Aka, dastavkangiz tayyor bo'ldi, chiqazib yubordim. Dastavka? Qanaqa dastavka? 80 ta burger aka, o'zingiz aytgandek go'shtli, sochli qilib chiqazib yubordim. Ha, burgermi? Va burgerda atmen qilib qo'yinglar. Mehmonlar ketdi, qonimiz so'q deyishdi. Voy bu, bitta atmen bilan odam o'lmaydi, opa. Eplasangiz ishlang-da, ish bu.